Assalomu alaykum. Hozirgi murojaatim O'zbekiston Kasb uyushmalari Federatsiyasi raisiga. Hurmatli Qudratilla Mirsagadovich. Men jiyanim Jahongir Odiljonov. 2012-yildan buyon turli tashkilotlarda va turli lavozimlarda mehnat faoliyatimni davom ettirib kelmoqdaman. Hozirgi vaqtda men tomonidan sudga da'vo arizasi kiritilib, O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirining 2025-yil 13-avgustdagi mehnat shartnomasini bekor qilish to'g'risidagi buyrug'ini g'ayriqonuniy deb topish, uni bekor qilish, ishga tiklash, majburiy pedagog kunlari uchun ish haqi undirish, mehnat daftarchasini qaytarish, barcha hisob-kitoblarni amalga oshirish hamda ma'naviy zararni undirish talab qilingan. Biroq Fuqarolik ishlari bo'yicha Andijon tumanlari sudining 2025-yil 18-dekabrdagi hal qiluv qarori hamda Andijon viloyat sudining 2026-yil 19-fevraldagi apellyatsiya ajrimi bilan da'vo talablarim rad etildi va mehnat shartnomasi bekor qilish noqonuniy tartibda qonuniy deb topildi. Hozirda mazkur ish taftish tartibida fuqarolik ishlari bo'yicha Namangan viloyat sudida ko'rib chiqilmoqda. O'zbekiston Respublikasi kasb uyushmalari to'g'risidagi qonuniga muvofiq, kasb uyushmasi a'zosi o'zining qonuniy huquq-manfaatlarini himoya qilishda kasb uyushmasi ko'magidan foydalanish huquqiga ega deb ko'rsatilgan. Shunga ko'ra, mazkur ish yuzasidan mening qonuniy huquq va manfaatlarimni himoya qilishda kasb uyushmalar tomonidan huquqiy va amaliy yordam ko'rsatishingizni iltimos qilib so'rayman. Iltimos, ish atroflicha o'rganilib chiqib, qonuniy tartibda amaliy ko'mak berishingizni ta'minlashingizni so'rayman. Yuqoridagi murojaatim yozma ravishda hamda video ravishda sizga taqdim etmoqchiman. Yuqoridagi murojaatim O'zbekiston pochtasi orqali hamda Kasb uyushmalari qo'mitasining elektron pochta manzillariga yuborilgan. Murojaatimni e'tiborsiz qoldirmaysiz degan umiddaman. E'tibor uchun rahmat kattakon.